Hozir changlatish ishlari tugadi. Endi changlatgandan keyin daraxtimiz o'zi mevaga kiryapti. Mana ko'ryapgan bo'lsalaring. Yana ozroq katta bo'lsa, siyraklash ishlarini boshlaymiz. Hozir bu dalamizda, bu bog'imizda suv napor davleniya past chiqadi, juda ham past. Nima qilganman? Bu yerda hozir bitta motor bor, yerdan suv chiqadi, to'g'ri bachokka ketadi. Bachokka doim to'ldiradi. Mana shu yerdan hozir yoqib qo'ysam, bachokka suv tushadi. Keyin suvi bu yerga qanday chiqarganman? Bu bachokdan bitta shlanka tortib motorga ulaganman. Motordan ham dorilayotganda doriga suv chiqaraman, keyingisini mana boqqa suv berishni nimaga ulab qo'yganman, xullas. O'rtasidan bitta tay qilib ulab qo'yganman, dalaga ketgan. Shu asosda suv beraman. Yoqib qo'ysam hammasiga shunaqa spring bo'lib aylana shaklida xullas suv chiqadi. Shunaqa gaplar. Unaqa qiyin emas. Doim iloji boricha tomchilatib suv berishni yo'liga qo'yinglar.